Devamı vatandaşım. Yukarıda söz ettik mi? Çislağ 2021 yıl 6. ayının 27. günü. Yukarıda sözlüğümüzde hazır endi Rusya bilen ki boğan ittifaqlıqni esga keltirish, yani an'anaviy do'stlikni kuchaytirish uchun Jungo hukumati tirishchanlik ko'rsatib, mush 28-29 kuni Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan Rossiya Jungoning sekretari Xi Jinping ko'rishdi degan gap o'tirg'i chiqdi vatandoshim. Buning da asosligi 6. ayının 16. günüdeki cenve söhbeti. Cenve söhbeti de hem Amerika'nın Jungo bilen bolgan münasebeti hem Amerika'nın Rusya Federasyası bu devlet ve Prezident Vladimir Putin bilen bolgan münasebetini belgelenip boldu deseniz de bo'laverdi. Hatta ochiqini aytganda Jungo bilen bolgan Rusya o'rtasidagi an'anaviy munosabatlarga ta'sir ko'rsatdi deyishga bo'ladi. Orliqda sizlarga so'zildi vatandosh. Hozir Jungo meselesi cenbe söhbetide muhakeme kılındı. Baştan ahir muhakeme kılındı dedik. Bu yerde endi münasebet Rusya Federasyası bilen Amerika Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi münasebet şu derece ko'tarilganda Amerika'nın yakından biri Jungo'ga ishlatgan diplomatik münasebetleri yoki Jungo'ni tanqidlash, ayıplash qatorliq harakatlari kuchayishga boshladi degan so'zimiz sizlarga söz yapıyorduk hürmetli vatandaşlar. Muşundaq ahval astida Jungo sadi nimaga urinadi? Mesele urinish emas. Ben sizga aytayki, endi bu qatim Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinpingning ko'rishmoqchi bo'lganligi. Prezident Vladimir Putin 16. kuni Jenevada o'tkazilgan suhbatning ro'yi bo'yicha Prezident Joe Biden bilan o'tkazgan suhbatning ro'yi bo'yicha topshirilmalarni Jungo hukumatiga topshirdi. Yoki bu topshirilmalar Jungo hukumatiga diplomatik yo'llar orqali allaqachon topshirilib bo'ldi. Yig'inning ro'yi Jungo hukumatiga yetkazilib bo'ldi deganimizda hurmatli vatandosh, undaqda bu qatim Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Xi Jinping, Reis Xi Jinping bilan ko'rishganda bu ishlarni o'rinlash, topshirilmalarni o'rinlash, o'rinlashtirish, vaqt jadvali ichida o'rinlashtirish, tartib bo'yicha o'rinlashtirish ve onun neticesini mo'lcharlash, hozirdan tortib elib planlash degandek muhim ishlar bilan siz mushuni qilasiz. Bu yerda hozir Prezident Vladimir Putin Prezident Joe Biden bilan ko'rishgandan keyingi suhbatning neticesi bo'yicha hozir degidek endi bir suhbatga vakil bo'lgandek yoki yetkazib qo'yishni vazifa deb qaragandak yoki majburiyat deb qaragandak 16. kunidagi janva suhbatining mazmunini Reis Xi Jinping'e yetkazdi vatandaş. Ben bunun signali deb nima deyim ko'ring hozir Davlat Majlisi nima dedi? Uyg'uriston Jungo armiyasi 1949 yılı Rusya'nın yoki şu vaqtdagi sobiq Sovetlarning yordami ostida yutib elindi dedi. Ben bu to'g'rida vatandaşlarga leksiya so'zlagan edim. 1948 yılı 5. ayının 20. kuni tuzilgan Harbiy shartnomasining 8. moddasida Rusya yoki sobiq Sovetlar hukumati Jungo armiyasining Xinjiangga kirishiga yordamlashadi degan bir modda va 8. moddasi. Demek ameliyat shundoq bo'ldi. Keyingi faktlar isbotladiki, Jungoning armiyasining Ozodlik armiyasining Xinjiangga kirishiga, Uyg'uristonga besib kirishiga yoki to'shib elib kirishiga yordam bergan davlat shu vaqtga Stalinning Sovetlar hukumati edi. Askarlarni aeroplanlar, hatta Wangjinni aeroplanga o'ltirg'izib, Urumchining osmonidan uchib o'tib Qori shahargacha bo'lgan orliqda havo liniyasida uchib, undan keyin Jungo Kompartiyasining Ozodlik armiyasini atalmış Uyg'uristonga boshlab kirgan.
Hazır bir yerde bugün Kongres a'zolari nemidir? Davlat Majlisi ma'qullagan qonun va qaror loyiha. Ma'qullagan emas, o'ttirib qo'ygan juma. O'ttirib qo'yilgan qonun loyihasi nima dedi? 49-yili Jungo armiyasi Uyg'uristonni yutib oldi. 1951-yili Jungo armiyasi Tibetni yutib oldi. Vassalom vatandosh. Biz buni qandaq ahvol ostida o'tirg'i chiqdi. Tunji qitim Davlat Majlisining a'zolarining og'zidan hozir Uyg'uristonni yutib oldi degan gap o'tirg'i chiqdi. Men buni tabiiy holda 16-kunidagi janva suhbatiga to'g'rilayman vatandoshim. Bu Prezident Joe Biden bilan Prezident Vladimir Putinning 16-kuni janvada o'tkazgan suhbatiga aloqador ishlar deb qarayman, hurmatli vatandoshim. Siz qanday qaraysiz? Siz o'ylab baqing. Bugun sizlarga so'zlaydigan ishkilik siyamani shu. Biri Prezident Vladimir Putin bilan Rais Xi Jinpingning ko'rishmoqchi bo'lganligi. İkincisi yoki birinchisi Amerika Davlat Majlisida qaror loyiha o'tirg'i qo'yilib 1949-yil Jungoning armiyasi sobiq Sovetlarning yordamida Uyg'uristonni, ya'ni Xinjiangni yutib oldi degan bu iboraning tunji qitim, bu so'zning tunji qitim Amerika Davlat Majlisida o'tirib qo'yilgan qaror loyihada o'tirg'i chiqishi vatandoshim, sizga Alloh nusrat ato qilsin. Amerika Qo'shma Shtatlarga nusrat ato qilsin. Prezident Joe Biden hukumati bizning umidimiz mushu vazifa o'tayotgan mezgillarda Uyg'uriston masalasining tinch yo'l bilan yoki Xitoy bilan bo'lgan suhbatlarda tinch yo'l bilan hal qilishni ilgari surishiga Alloh Prezident Joe Biden hukumatiga madad bersin vatandosh.